So'nggi yillarda mamlakatimizda diniy sohada olib borilayotgan ishlar o'z samarasini beryapti. Jumladan, Buxorodagi Mir Arab oliy madrasasining tarixiy maqomi tiklandi. Samarqandda yangi hadis ilmi maktabi, Surxondaryoda esa Imom Termiziy islom instituti va shu nomdagi madrasa faoliyati yo'lga qo'yildi. Endigi vazifa ushbu dargohlarning o'zaro ilmiy hamkorligini ta'minlashdan iborat. Ayni shu maqsadda Islom sivilizatsiyasi markazida ilmiy amaliy anjuman tashkil etildi. 700 nafar pedagog va soha mutaxassislarini bir joyga jamlagan anjumanda ta'kidlanishicha, ta'lim jarayoniga xorijiy tajribani tatbiq etish maqsadida nufuzli Al-Azhar majmuasining ustozlari ayni vaqtda mahalliy ta'lim muassasalarida talabalarga saboq berishmoqda. Shuningdek, 90 ta fan dasturi yangilanib, yangi avlod darsliklari va o'quv metodik qo'llanmalar yaratilgan. Ta'lim jarayoniga ayni kunlarda smart texnologiyalar va sun'iy intellekt imkoniyatlari ham joriy etilmoqda. Pedagoglarimizni, ularni oilasida o'sib ulg'ayayotgan farzandlarga ham mana shu sohani agar tanlasalar, ularni shartnoma asosida o'qiydigan to'lovlarni to'liq qoplab berishlik imkoniyati bugun eshittirildi. Bugun ta'lim olayotgan yoshlar har jihatlama, ham til nuqtai nazaridan, ham tarjima nuqtai nazaridan va mana shu yurtni mavqei, martabasini yanada yuksaltirish uchun katta ishonch bildirilyapti. Bugungi kunda yurtimizda Mir Arab, Hadicha-i Kubro, Hidoya va Ko'kaldosh madrasalari zamonaviy binolarda faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, ularda Iordaniya, Misr va Birlashgan Arab Amirliklarining yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshida diniy ta'lim bo'yicha alohida kengash tashkil etib, bu yerda dasturlar, o'quv rejalarini, darsliklarni muhokama qilish orqali ko'pchilik fikrini va xorij tajribasini o'rganish orqali yanada rivojlantirish masalalari ham kelishib olindi. Imkoniyatlarni o'zi yetarli emas. Endi bu imkoniyatlarni albatta natijaga aylantirish, har tomonlama yetuk bo'lgan kadr yetishtirish masalasiga yo'naltirish albatta bizni diniy ta'lim muassasalari oldida turgan eng katta vazifalardan biri hisoblanadi. Tadbir doirasida ta'lim sifatini oshirish, ilmiy tadqiqot ishlarini samarali tashkil etish, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llash va diniy ta'limning kelgusi istiqbollariga oid dolzarb masalalar muhokama qilindi. Bugungi kunda mamlakatimizda diniy ta'lim tizimi oldida turgan ustuvor vazifalardan biri bu an'anaviy ilmiy merosni zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirishdir. Zero sifatli ta'lim va zamonaviy texnologiyalar integratsiyalashuvi jamiyat ma'rifiy taraqqiyotida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.